Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylariga taralgan musafir Uyg'ur qarindoshlarım. Dünyada kurash qilgan millat hech qachon yo'qolib ketmaydi. Faqat o'z kuchlik dushmani bilan qo'lida bir poch to'mirning sunug'i yo'qtiruqliq bu rahimsiz, yovuz, tajovuzchi, bosqinchi raqibi bilan qandaqdir sulli salah qilmoqchi bo'lgan va bu benormal, bebaravar holatda o'tkazmoqchi bo'lgan so'kbitiga ishongan, o'z dushmanini kuchlik sanab, kurash va inqilob qilib, qon to'kishdan bosh tortgan ahmoq millatlarla bu nadonligi va qo'rqinchoqligi, shundaqla o'z millati ichidagi sotqin xoinlarning taslimchiligi tufaylidan bir millat sifatida tamamen halak bo'ladi va mangu tajovuzchilarning mustamlikasiga aylanib, vaqtning o'tishi bilan bundaq millatlar aşu tajovuzchi hukmron sinflarning muzeumlariga tizib qo'yiladigan kona va qadimiy asariy atiqiga aylanib qoladi xolos. Bir millat faqat va faqat milliy g'ururi va muqaddas millatchiligi, davlatchiligi bilanla qon to'kib, jon berib, kurash qilish va inqilob qilish orqali to'liq va sog'lom holda mustaqil yashay oladi. O'z nomida ozod, hur va mustaqil davlati bo'lmagan har qanday bir millat mangu qul va bichora yashaydi. O'z millatining qahramon o'g'il qizlarini yuksak darajada hurmatlashni bilmagan millatning oqibati qulluq bilan oxirlashadi. G'ablab uyqusida qon to'kishdan qo'rqib uxlayotgan millat uyg'ong'inida qulluq ichida ko'zini ochadi. Tuvandiman vatanparvar shoirimiz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi raisi Ablajon Laylnamanning 2021-yili 20 avgust yazgan tuvandagi she'rni har qaysingizlarning huzuriga sunmoqchiman. Vaqtida Acab ketdi isil fursat düşmanni qo'g'lash vaqtida. Qo'g'ladik ammo vatanni qurmadik dal vaqtida. Qon to'kib qurdik vatanni amma satdik taxtida. Qo'limizda haq turib nechun aldandik saxtiga. Tog'dan ayrilgan yo'lbosdak acab bichora bo'ldima. Sen kabi hiçbir güzel yok bu cihanda vatanim. Bir söygü var yürügümde sana pida bu cinim. Türmü kavak boptu dozak gül ve gülistan vatanim. Desem köksümni yerip çıkar gazaptın yürügüm. Sudan ayrılgan bilikdek acab nefessiz kaldım ha. Erdime, oğlum dime, düşmeni yer işletmisem. Tartıp elip kuralını özge işletmisem. Sana salgan zulümini hessilep körsetmisem. Ahturup düşmen kinini aldığında tez püktürmisem. Bolmu razı bergen sütünge hemmisini öldürmesem. Ah sütünni ahlayalmay acab günahkar bolduma. Bürktümde suyuvidin oğga yaramay kaldıma. Hiç kaçan cemde yenilgen millet emesimiz zadıla. Meyli düşmen kançı küçlük bolsa herkes zarlıma. Barcı yavuz cahangırlar kuldur Allah aldıda. Hiç kaçan aciz emesimiz hak ve hakikat bizde var. Kan tüküp küreş kılgan millet yenilgenlerde var. Mınlıgan, milyonlıgan oğlanların ve leyli var.
hech qachon qo'lga ügenmez ko'k bo'rining xos xuyi bor. 2021 yili 7 sentabr